Всем доброго дня, дорогие подписчики доктора Рустама Арипова YouTube канала. У нас сегодня намечается операция липоскультурирования и 360 градусов липосакция. Пациентке 27 лет, но груди у нее очень большие, молочная железа аптазирована, можете видеть 4-5 размера. По просьбе пациентки сделаем уменьшение груди, то есть редукционную маммопластику тоже сделаем. Кратко говоря, пациентке сделаем комплексную операцию, а также липосакцию подбородка. Следите за нашими результатами, результаты будут, как всегда, бомбическими. Aziz obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin, pasientimizda kompleks operatsiya o'tyapti. Ya'ni birinchi etapida hozir polniy lipomodelирование operatsiyasini o'tkazyapmiz. Orqa yog'larni olib, ikkinchi etapida esa pasientimizni ko'kraklarini kichraytirish amaliyotini o'tkazib beramiz. Ya'ni reduksion mammoplastika amaliyotini o'tkazib beramiz. Hozir siz ko'rib turgan etapingizda bizni pal liposaktor apparati, ya'ni Magic Bell apparati bilan birgalikda pasientimizga liposaksiya amaliyotini o'tkazyapmiz hamda badandagi orcha yog'larni hammasini olib tashlayapmiz. Bu apparat ko'pchilikka qiziqarli yangi apparat, vibratsion usul bilan orcha yog'larni olib tashlaydi. Yog'larni ko'rishingiz mumkin, qanaqangi tiniq, qonsiz, akkuratni ajratib olingan yog'lar. Bu yog'larni pasientimiz istagiga binoan dumbasiga quyib beramiz hamda lipofiling amaliyotini o'tkazib, chuqurcha joylarini to'ldirib beramiz. Aziz doktor Rustam Aripov YouTube kanali obunachilari, ko'rishingiz mumkin, operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Pasientimizda polniy liposkulturirование hamda 360 gradus liposaksiya qilib, o'zidan olingan yog'larni dumba sohasiga lipofiling amaliyotini o'tkazib berdik. Bundan tashqari ko'kraklarni kichraytirib berdik. Ya'ni reduksion mammoplastika amaliyotini o'tkazib berdik. Pasientimizda 5-razmer ko'kragida juda ham katta edi, gigantomastiya tashxisi qo'yilgan. Chunki bu hali turmushga chiqmagan, farzandi yo'q patsientda shunaqa katta ko'kraklari bordi. Biz buni emotsionalni, patsientda ruhiy og'irlik, tushkunlik bo'lgani uchun bu operatsiyani o'tkazib, ko'kraklarni kichraytirib berdik hamda patsientga o'ziga bo'lgan ishonchni yana qaytarib berdik. Xudo xolasa natijalar patsientga yoqadi degan umiddamiz. Juda ham chiroyli mana shunaqangi planli переходlar hosil bo'ldi. Qumsoat shaklidagi figura, sportivniy siluetlar hosil bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, bomba rezultatga erishildi. Agarda sizlarga mana shunaqa operatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Toshkent shahri Renessans klinikasi doktor Rustam Aripovga murojaat qilinglar. Sizlarga mana shunaqa kuklli siluet hosil qilib berishda yordam beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytgancha, bizning videolarimiz qiziq bo'lsa, like va podpiska tugmalarini bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.